Assalomu alaykum, Xalq dardi kanalining kuzatuvchilari. Yaxshimisizlar? Kayfiyatlar yaxshimi? Hammalaringizga kattakon rahmat. Biz sayohatda edik, yo'q edik. Komilda yo'qligimizni bildirmay qo'llab-quvvatlab, gazini bostirgan ekansizlar. To'g'risi hozir Sodiq akani uyiga kelib, juda ham bir ko'nglimiz ko'tarilib ketdi. Chunki zaborlari bo'pti. Komil, nima deysan endi yurtdoshlarga? Avvalambor assalomu alaykum Xalq dardi kanalining kuzatuvchilari. Miron safardalikda endi qo'ldan kelgancha biz ham videoda qildik. Endi kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Endi kamchilik kim qilmaydi? Xoms degan bandamiz. Qadrdonlar, mana zabor. Endi bizga hozirda kalitka kerak bo'ladi. Mana shu yoqqa 1,5 metr, ha? Shunday. 1,5 metrlik shunday bo'lishi kerak. 1,5 metrlik kalitka kerak bo'ladi. Ehson kartalarga befarq bo'lmaymiz, jigarlar. Bu bilasiz, ko'pchilik bilan bitadigan ish. Qo'limizdan kelgancha shu Alloh yo'lida 50 rubl, 100 rubldan poddershka qilib tursak, mana shu yoqqa bitta kalitka ham qo'yib bersak, juda ham nima desam, nur ustiga a'lo nur bo'lgan bo'lardi. Endi shu turish qoldirib ketmaylik. Hozir hisob-kitoblarni qilamiz. Hammasi videoda. Nech pulimiz qoladi, hammasini ko'rib borasizlar. Faqat layklarni bosaylik, layklarimiz juda ham kamayib ketyapti. Nimaga layklarni bosmaymiz, qadrdonlar? 1000 ta, 2000 ta layk qilib tashlaylik. Rahmat, like bosgan qo'llaringiz faqat ko'kidan sanasin. Xo'p, nechta qish bo'ldi Komil hammasi? Общий 285 ta bo'ldi. 285 ta bo'ldi. Mana zabor balandligi mana shuncha bo'ldi. 285 ta, yoqqa ham, bu yoqqa ham. Bilan bu yoq. Xo'p, mana bu yog'ini bitta ko'rsatib qo'yaylik. Mana bunday qilib chizib, chiroyli qilib fasollab berib teribdi. Endi oyog'ini bitta ko'raylik qani. Bittadan likelarni bosib qo'yamiz. Qani, kim bor uyda? Xullas, yangi Simendal ekan ishda, Sodiq aka ham qayerdadir ishdami deyman. Uyda hech kim yo'q, endi ilojimiz yo'q, keldik syomka qilib ketmasak. Mana shunday payt syomka qilmasak, issiqda syomka qilib bo'lmayapti. Manaman degan iPhone'lar ham tashab yuboryapti issiqqa. O'shaning uchun qadrdonlar, to'g'ri tushunasizlar, videolarni ko'proq qo'ya olmayapmiz. Xullas, mana bu yog'i ham fundamentlari bilan mana chiroyli qilib terilibdi. Gap yo'q lekin Komil. Malades. Lineyka da qilib teribsan lekin. Qanday ustani ishiga bitta baho berib qo'yamiz layklarni bosib. Xullas 285 ta, ya? Ha, общий hisobda 285 ta. 285, 2 devorga. Nech puldan teraman degding? 1000 so'mdan terib beraman dedim. 1000 so'mdan hozir kim g'isht teradi? Qaysi usta teradi? Ustalarga challenge qilamizmi yo'qmi? Kim qila oladi? Kim qaysi usta 1000 so'mdan g'isht tera oladi? Mana shu bolaning ham farzandlari bor, 3 nafar farzanding bor, ha? 3 nafar farzandi bor. O'zi davlat ishida ishlaydi, bir kun ishlaydi, bir kun bekor. Mana shu payt chiqib ustachilik qiladi. Shunda ham mana 1000 so'mdan deyapti. Ba'zi bir ustalar bor, u to'g'risi salgina insoflarini yeb qo'yishgan. Biz ishimiz tushgan, mana shu loyihalarga to'g'risi juda ham ko'p tortishuvlar bo'lganda, mana shu el qancha bo'lsa, nech puldan teriladi o'zi? El qatori? O'zi asli ko'chalarda boshqalarnikida terishim 3000 so'mdan teraman-da shu. 3000 so'mdan teriladigan bo'lsa, mana shu bir 2800 dan terib ber desam, yo'q deb turib oladigan ustalar ham bor. Xullas insofni o'zlaringga bersin ustalar. Xullas 285 ta deyman. Shunday. Fundamentga qancha bo'ladi? 285 ming bu bo'lsa, fundament ham shu общий hisobda 400 bersa ham bo'ladi. 400 ming? Rozi bo'lasanmi? Rozi bo'laman. Xo'p, qadrdonlar, 432 ming yangani O'zbekiston kartalarida bor ekan. Komil 323 ming qarz bo'lib qo'ygan ekansan Xozmakda. Hozir o'shandan yangan kartalardan to'lov qo'yardik. Shunda qancha qoladi? Bu yerda 100 ming atrofida qoldimi deyman-da. Shu 100 ming 23 pul deganimiz 110 mingchalar pul qolibdi yangani kartalarida. Hozir yana Sberbankdan 6 ming qanchadir perevod qilib oldik. 800 qancha bo'ldi-da. Shuni yechib keldik. Komilda ratchot qilaylik. Qolgan pulimiz. Bir bankomat bergan pulni qarang, hammasi 10 mingtalik. Bir pachka pul. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ta. Komil, rozi bo'lasan qilgan mehnatingga. Qilgan ehsonlaringga rozi bo'linglar.
400 ming где-то yana 500 qanchadir pulimiz qolyapti. Hozir 400 qancha bu yoqda 100 ming yangani kartalarda yana 500 shu 550 minglar atrofida pulimiz qolyapti. Endi bu yoqga jigarlar gaziga bosmasak bo'lmaydi. Kalitkani gaplashdim degan ekansan, qancha bo'lgan ekan kalitka? Gaplashdim. 2 milliondan pastga bitmay ekan. Bu ham shu ehson uchun o'zimni xizmat haqimni qo'ymasam ham deb shu 2 millionlarga boradi. 2 millionlarga borsa jigarlar. Biz ko'pchilikmiz-ku. Hozir 550 ming atrofida pulimiz bo'lsa, shu 1,5 million yig'olmaymizmi yana? YouTube'da ham shu videolarimiz 2000 ta, 3000 ta ko'rilib turibdi. Endi ko'proq like bo'lsak, ko'proq prosmotr bo'ladi. Shuning uchun like so'raymiz. Siz bitta bosgan like'ingiz 40 ta insonga tarqaladi. Ana shuning uchun 1,5 millionni yig'ib tashlaylik. Shunday kalitkalarni ham qo'yib beraylik. Keyin hovlini bu tomonlari bu yog'iga keyin maslahatlashamiz. Hozirda mana shu joyini yopaylik. Qo'limizdan kelgancha ehsondan bardavom bo'laylik. Qilgan ehsonlaringizni Alloh dargohida qabul qilsin. 50 rubl, 100 rubl to'g'risi boyam bo'lib qolmaymiz, kambag'al ham bo'lib qolmaymiz. Mana shu oilani chiroyligina qilib uylarini o'rab beraylik. Mana hozirda qizlari yolg'iz, na otasi bor, na onasi bor. Uyalib uyga qochib ketdi katta qizlar. Na onasi bor, na otasi bor. Hozirda yangi smenada ishlaydilar, bilasizlar. Mana shu paytda yuraklarini hovuchlab o'tiribdi. Nima bo'ldi ekan meni bolalarim, farzandlarim deb. Shu yangani o'rniga o'zlaringni bir qo'yib ko'ringlar. Shuning uchun jigarlar, qo'limizdan kelgancha yordam bo'lib tursak, qilgan ehsonlaring kopeyasigacha mana kelib tushib turibdi. Hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Komil, senga ham kattakon rahmat, o'rnimizni bildirmay gazini bosib turding. Shuncha ehson qilgan odamlarga ham katta rahmat. Men o'yladim, bunday bo'ladi deb o'ylamadim. Yo'q, zo'r zakonda bo'ldi, Xudoga shukr. Chiroyli qilib terib oldik. Shunday. Men ham to'g'risi hozir kelib juda ham xursand bo'lib ketdim. Hamma narsa chiroyli bo'lib bitgan ekan, gap yo'q. Men o'zimga misol to'g'ri kunimga unday pul tushmagan bo'lsa ham, lekin nima deydi, unday xursand bo'lib ishladim-da. Shunday. Ehson nima deydi, yaxshilik qilyapti odam. Hozir kayfiyat ko'tarilar ekan-da. Shunda qarang qancha ehson qilyapti. O'zi 3 ta farzandi bor. Oyligi ham o'ziga yarasha. Shuning uchun bizga ibrat bo'lish kerak. Boyaga yaxshi pul topadigan akalarimiz ibrat bo'lish kerak. Mana bir ustalar ham qilgan ehsoni shuncha bo'ladi. Xullas, jigarlar juda ham gapimiz ko'payib ketdi. Ming bora uzr gaplarimiz. Ko'payib ketgani uchun like'larni bosib, videoni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa, qo'llab-quvvatlab tursanglar, kalitkani ham qo'yib beramiz. Shu bilan keyin bu yog'ini maslahatlashamiz yana sizlar bilan. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar, Allohga omonat sizlar.